Assalomu alaykum, zamonaviy Chorlar kanali kuzatuvchilari. Mana Xudo xohlasa Andijon viloyati Shahrixon tumanida boshlagan ishlarimizni yakunladik. Xudo xohlasa go'zal holatda bo'lib tushdi. Birinchisiga 30 talik qozonimiz tushdi, ikkinchisiga 80 talik qozonimiz, bu yerga o'sha arkali tandirimiz tushdi. Xudo xohlasa bitkizdik, yoqib tekshiryapti. Xudo xohlasa tortishlari o'ta go'zal. Katta qozonimiz. Ishlaydi, baho berib qo'yasizlar, xudo xohlasa. Non ishlari ham qozon sentriga tegyapti. Tandirimiz bu. Tandirimiz tortishlari. Tandirimiz o'ta go'zal holatda tortyapti. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 93 894 00 nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xohlasa xizmatdamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat.